Shu makiyajni Charlotte Tilbury nabori bilan qilamiz. Men уже коричневый linzamni taqib oldim, chunki o'zimning ko'zlarimning rangi qora. Glянцевый, ya'ni yaltirab turadigan makiyaj xohlasanglar, обязательно увлажнениyaga katta ahamiyat berish kerak. Tandadan. Krasota. Boshladik. Baza под makiyaj. Tonalkadan oldin qo'shimizni именно shu metod bilan qoshlarimizni oqarib qolmaydi. Sizga ham bo'lsa, men konsiler ishlatmayman, chunki men o'zimga mos konsiler hali topa olmadim. Bu yoqda ikki xil paletka bor, tanlaymiz hozir. Почти hech qanaqa farqi yo'q. Bittasi полностью shimmer, bittasida esa yarmi shimmer, yarmi matoviy. Mana bu matoviy rangidan boshlaymiz. Yana matoviy, lekin to'qroq rangi bilan ozgina glubina beramiz. Shimmerni qo'l bilan yaltirash ham mayin yaltirash. Endi bo'lsa tush, men bugun strelkalar chizmayman. Ikki xil rangda, bittasi qora, bittasi korичневый. Shunga men o'ylayotgandim, balki korичневыйsini qilib ko'rsammikan. Endi rumyanani navbati keldi. Naborda ikki xil rumyana bor ekan. Bunisi более жидкий, bu esa сухой teksturaga ega. Men сухая tekstura ishlatmoqchiman. Wow. Va nihoyat labni navbati keldi. Bu yerda 4 ta produkt bor: qalam, blesk, pomada va yana pomada. Bleskning ikki xili bor, lekin men bunisidan foydalanaman. Bu plumper ekan. Plumper degani shunaqa bleskki, labilarga sursanglar ozgina achishadi-da, uni kattartiradi. Va hozir labim achishyapti. Meni kattartirish niyatim yo'q edi labimni. Endi bo'lsa highlighter. Ikki xil rangda kelgan, bittasi nежныйroq, bittasi esa zagarniy. Mana, qaranglar. Men, конечно, nежныйroqni ishlataman. Ko'pgina nanasis qilaman, menga yaltilash yoqadi chunki. Wow. Просто vau. Highlighterga 5 ketdim lekin. Shunaqa makiyaj chiqdi bugun menda. Meni bahoyim 10 dan 100 va Charlotte Tilbury aniq o'zini puliga arziydi.